Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari, Muslim Chorva kanalining hurmatli obunachilari, bizni yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, nasldor buzoq ishqibozlari. Akalarim, bugun 16 aprel hafta kuniga chorshanba videomiz o'zimizning xonadondan. 3 dona nasldor buzoqlarimiz bor akalarim. Sotiladi. Xudo xolasa kimgadir ma'qul bo'lsa, yangi tug'ilganni pulga beramiz inshaalloh. Yangi tug'ilganni pulga beramiz. Oyoqlarni ko'ringlar. Oyoqlari tikka tuya hammasini mana. Bitta Golishten akalar, bitta Golishten. Bitta toza qonli Golishten, bu gibrid, mana Golishtenga gibrid, mana o'si ham gibrid mana. Gibrid bo'lib ham o'ta katta akalar bu. Oshiqcha katta mollar. Molni bollari, xudo xolasa kimgadir ma'qul bo'lsa telefon qilaverasizlar. Ayblari ariq. Bular faqat sutga ishlaydigan fermalarda akalar. Shuning uchun buzoqlar o'ta abgor holatda buzoqlar bo'lgan. Xudo xolasa mana endi o'zini tiklayapti. Hammasi o'tga kirgan, 100%li. 100%li o'tga kirgan. Mana ko'rib tursa, mana o'zi kattaroq. Mana o'zi kattaroq. Mana ikkosi 2 oylikdan primenni, mana o'zi 40 kunlik buzoq. Lekin mana ko'ryapsizlar, ariq. Nima uchun haligi sutga ishlaydiganligi uchun bularda sharoiti buzoqqa yaxshi emas ekanda. Shuning uchun buzoqlar jicha ariqroq. Endi kimgadir ma'qul bo'lsa, yangi tug'ilganni puliga beramiz. Ota-onalarning videolarini tashlaymiz. Ota-onalar o'ta katta bularni. Xudo xolasa, kimgadir ma'qul bo'lsa, uchosi ham buqacha, mana o'zi kattaroq. Bunisi ham anaqa, lekin bunisi sal dadirroq-da ularga qaraganda. Mana o'zi kichikroq, mana 40 kunlik, lekin 100% o'tga kirgan. Lekin hali sigirlar bo'lsa, sigir tayib qo'shsa ham bo'laveradi. Qo'shimcha sut bersanglar yaxshi-da, 2 litr, 3 litrdan bunga. Bular emish shart emas. Lekin bersanglar ham bo'laveradi, bermasanglar ham bo'laveradi. Akalarim, kimgadir ma'qul bo'lsa, endi jicha qarov kerak mana. Ustilari juda yomon bo'lib ketgan ekan, men qo'limdan kelgancha tozaladim. Xudo xolasa. Endi buzoqlarni nech bilan qo'ysak bo'ladi? 11 million so'mdan qo'ysak bo'ladimi ekan? 11 million so'mdan qo'yaman deb turdim. 10,5 million so'mdan bo'lsa, aloqaga chiqinglar akalar, uchovsini. Mana ikkita gibrid, bitta Golishten. Bular ota-onalari o'ta katta. Trivazni 600-700 kg keladigan sigirni bolalari. Videolarini ham tashlaymiz. Xudo xolasa kimgadir ma'qul bo'lsa, mana buqa qilib olaman deganlarga aloqaga chiqinglar. Mana oyoq qo'lni ko'ryapsizlarmi? Sifati o'ta kuchli. Ikkosini primerni 2 oylikdan, 2,5 oylikdan, mana o'zi 2,5 oylik bo'lsa, uni 2 oylik deyaverasizlar. 2 oylikdan primerni hisoblayveringlar, plus minus, mana o'zi 40 kunlik nargisi. 100% o'tga kirgan. Endi nima uchun ariqlagan degan savolga buzoqlar qarov yo'qda. Buzoq xolagancha sut emib yuravergan, Bitta ichi o'tgandan keyin buzoq ariqlab ketadi akalar, buni yaxshi bilinglar. Shuni olinglar. Buzoq 1-2 ichi o'tgan, ariqlab ketgan shunaqa buzoqlar. Qarov yo'q. Xudo xolasa tushungan odam, bilgan odam bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa kelishamiz.